Mehribon do'stlarim, men yana chiroyli qilib bakalashkadan gul yasagani harakat qildim. Mana bakalashkani zangor bakalashka, chartoq suv bakalashkasi. Mana o'rtasiga sun'iy guldan qo'ydim. Bu sun'iy gulni qizilidan, sarig'idan qo'ysa chiroyli chiqadi. Mana одноразовый idishga qiziliga o'tkazdim 3-4 qavat qilib. Bakalashkadan barg yasab, keyin o'rtasiga gul qo'yib qilsa chiroyli chiqadi. Mana rosayam chiroyli chiqdi. Men buni ham podezimga yasadim. Podezimga chiroyli qilib qo'ygani eshikdan do'sti birodarlarimiz, mehmonlar kelsa, podezlarimiz yaraqlab tursa, har qanaqa odamning bag'ri dili ochiladi. Men o'shaning uchun chiroyli qilib yasashga harakat qildim. Juda ham chiroyli chiqdi do'stlarim. Sizlar bilan bo'lishay dedim. Hammanglarni yaxshi ko'raman do'stlarim.